Hormayli charchamayapsan. Bugun haftalik analizni Jaloliddin bilan birgalikda, ya'ni Sharsabzak ofisimiz bilan birgalikda qilamiz. Video davomida Jaloliddinni o'zini bozorda obzorlari bilan qo'shib ketamiz. Sizlarga hozir faqatgina oltinni va dollar indeksini analizini va haftalik fundamental analizlarni ko'rib o'tamiz. Bo'lmasam ketdik. Avvalgi videolarni qo'llab-quvvatlaganlarga alohida rahmat. Xo'p, bozorimizning tendensiyasi 2 haftalik, ya'ni shutdown holatidan keyingi eng kuchli konsolidatsiyadan chiqib oldi. Xo'p, bu jarayon endi konsolidatsiyadan chiqish bo'lgandan keyin hech bo'lmasam 1 ga 2 pavtor deydi, ya'ni 1 ga 2 bozor ob'yomini qoplashni nazarda tutadi. Bizda mana shu jarayonda konsolidatsiyadan chiqishda ishtirok etgan eng kuchli FVG'miz bor. Fair Value Gap. Shu yerda bitta kuchli entry bor. E'tibor qilinglar, endi maksimumni nazarda tutadigan bo'lsak 4035 narxida davomiy tendensiyaga ketadigan model turlarida hech qanaqa low yasamasdan ketayotgan model bor. Xo'p, ketdik. Asosiy bozorda hozir kirish joyida ikkita entry bor. Birinchisi o'sha maksimumni yorgandagi order blokimizda. Birinchi targetimiz 4170 gacha bo'ladi. Stop lossimiz 4015 narxi atrofida. Bu katta target olinganligi uchun kichkina time frame bilan buni qisqartirish mumkin. Xo'p, bo'lmasam bizda oltin uchun g'oyamiz agar tushib kela olsa, yana 4042, 4035 dan buy bo'ladi. Shu davomiy ketish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uzluksiz davomiy trend ketaversa, maksimumlarga yetish bilan bo'lsa ham 4171, 70 narxlargacha kutsak bo'ladi. Обычный klassik tradingda oladigan bo'lsak, 1 ga 2 qoplash holatlari bozorda odatda mana shu range holatni 1 ga 2 qoplaganda ham bozor maksimal 4300 narxgacha yana bir marta qaytishi mumkin ekan. Xo'p, bizda trendimiz uptrendga o'zgargan, range'ni qoplash uchun 1 ga 1 chiqib borish arafasida. Entry'miz 4035 dan toki 4040-41 zonagacha buy uchun entry bor. Xo'p, endi dollar indeksi buni analizini ancha oldin tendensiya o'zgaryapti deb turib berganmiz. Hozirgi holat uchun kuchli buy zonasida turibdi. Xo'p, maksimum yechilgan bunda ham. Range holatdan dollar indeksi ham mana bugun to'liq chiqib oldi. Ya'ni chiqib o'sha tasdiqqa ham keldi, order blokdan bitta kuchli откат ham oldi. Xo'p, range holatdan bozorimizda yana dollar indeksi uchun buyga ketish ehtimoli baland. Endi yana umumiy holatda bozorda yangiliklarga qaratamiz. Bugun uchun yangilik yo'q. Mana shu hafta uchun ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizga kuchli yangiliklardan nima bor ekan. VP chiqishi mumkin ekan. Bizda 4-o'qish kuniga va juma kunida ishsizlik darajasi va xo'p, bezrabotici, ya'ni ishsizlik darajasining eng asosiylari chiqadi. Xo'p, ko'pchilikda yangilik avvalgi darslarni ko'rib tushunmagan ekan, shuning uchun ingliz tiliga o'tkazib ko'rib o'tib ketaylik yangiliklarni. PMI deyapsiz-da, bu yerda boshqacha yangilikni ko'rsatyapsiz degani uchun sraz joyiga ko'rib ketamiz. Xo'p, bizda initial jobless deydi bu yangilikda. Xo'p, Friday, ya'ni juma kunida yangiliklar deyarli yo'q. Faqatgina 4-o'qish kun bozor juda ham volatilnisi oshadigan kun. Bu degani Amerika o'sha shutdown holatini o'chirdi degan gap bilan teng. Xabar bilan teng. Xo'p, Bitcoin analizini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizga berilgan analizimizdan o'sha yurdi 109.000, 110.000 dan sell bergandi. Shu yerda 2376 pips harakat bo'ldi. Xo'p, endi bizda yangiliklar bilan qaraydigan bo'lsak, bozor top-toza bo'lib bo'ldi. Oltinga qaraydigan bo'lsak, bizda oltin grafiki ham buy zonalarini berib bo'lgan. Yana ham agar qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Yana bir narsani esdan chiqarmanglar. Kommentariy ham u birovning orqasidan gapirilgan gapni qiyomat kuni aytilmagani uchun baribir 100% bo'lamiz. Shuning uchun xayolga kelgan, tuproqqa kirsa yana qaytib uchrashadigan gaplarni kommentariyada qoldirmanglar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Yangi hafta yana ham analizlarni Privet kanalimizda batafsil entry, сделкаning stop lossi bilan beriladi. Hozir sizlar bilan haftalik analiz qilishni boshlaymiz. Xo'p, fund dollarni ko'radigan bo'lsak, daily time frame da turibdi hozirgi holati. Xo'p, bu buy zonadan reaksiya olgan ekan. Bizda V bor va V ni
Hop, FVG'si yasalgan, FVG'dan reaksiya oldi. Bu daily time frame'da, bunisiga e'tibor qilinglar. Daily time frame'dan reaksiya olishi, hop, impuls bilan kelib, impuls bilan reaksiya oldi va bizaga entry qilishimizga zona tashab ketdi. Bu BPR zonasi. Yaxshigina BPR zona qoldirib ketgan, biza kelsa qo'shilib entry qilsak bo'ladi. Hop, bu zonada yana nimalar bor? 1 soatlik time'da 1 soatlik time'da trend yasab chiqyapti. Mana shu zonaga kelsa, biza FVG'dan entry qilsak bo'ladi, buy'ga. Mana shu ko'rinishda buy'ga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Bu daily'dagi analiz. Xo'p, qayergacha entry qilsak bo'ladi? Ko'rib chiqamiz. Xo'p, tepada yaxshigina order block va FVG qoldirib kelgan ekan. Daily time'da engulfing. Xo'sh, mana engulfing va pastida FVG. Biza mana shu FVGni 50% gacha ushlasak bo'ladi buy'ni. Bu daily'dagi FVGdan entry qilish. Bu FVG bizga hozircha kerak emas. Mana shu FVGdan bozor buy'ga reaksiya olgan. Xo'p, 1 soatlikga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlikda bizda mana shu joyda likvid ham berib ketgan ekan. Xo'p, likviddan biz buy'ga qo'shilsak bo'ladi. Birinchi entry qilinadigan zona mana shu va FVG ga kelsa bu yerdan ham biz entry qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, narx birinchi atkat oladigan joy bu va ikkinchi atkat oladigan joy bu FVGning 50% bo'ladi. Mana shu holatda biz buy'ga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Faqat impuls bilan kelsa buy'ga qiziqishni to'xtatinglar. Impuls bilan kelsa ko'proq bu zonalarni breakout qilib qo'yishi mumkin. Bizga ko'proq trend yasab kelsa, bu zonamizni ishlashi yana ham aktivroq, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, out USD ni ko'radigan bo'lsak, out USD daily da qaraydigan bo'lsak, daily da hozirgi holati buy'ga reaksiya bo'lgan. Xo'p, bu yana o'sha daily'dagi FVG zonamizdan. FVG darsligimiz YouTube kanalimizda, Alpha Trading YouTube kanalida joylangan 4-darslikda to'liq ko'rib obzorini, hop, FVGni qanaqa qilib ishlatishni ko'rib olsanglar, mana shu holatda belgilashni o'rganasizlar. Xo'p, hozir bu zonamiz FVGdan ikkinchi marta atkat bo'lgan. Daily'da katta time frame'da atkat bo'lgan. Xo'p, bizaga entry qilishimizga fokusimiz buy'ga qaratamiz va entry qilishimizga yaxshigina joy tashab ketgan ekan. Biz buy'ga entry qiladigan zonada, hop, 1 soatlikda FVG qoldirmagan, lekin mana shu zonaga trend yasab tushib kelsa, buy'ga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Out USD uchun. Mana shu zona va stop loss. Hop, take profitni qayergacha ushlasak bo'ladi? Daily time'dan ko'ramiz. Take profitimizni hop, ana shu zonada sweep holati bo'lgan va dominant break yasab tushgan ekan. Xo'p, biza entryni birinchi maksimumimiz yorilgan joy mana shu. Bu bugun yorilgan ekan. Bugun yorilganning hisobiga mana shu zonaga kelsa birinchi maksimumgacha hop ushlasak bo'ladi. Hozir mana shu zonadan trend yasab kelishini kutamiz. Qancha trend yasab kelsa, shuncha bu zonani ishlash ehtimoli yuqori. Xo'p, USD JPY ni ko'ramiz. Xo'p. Buni ham daily dan boshlab analiz qilamiz. Sababi daily katta time'da bizani fokusimizni to'g'ri tomonga qaratishimiz uchun daily dan boshlaganimiz yaxshi. Xo'p, bu ham mana daily FVG dan atkat olgan. Xo'p, mana daily FVG, mana shu atrofda daily FVG bor va bizani V qilgan joyimiz bor ekan. Katta time'da daily'da V yasagan va V ni FVG'sidan buy'ga reaksiya olyapti. Birinchi reaksiya olgan, bu ikkinchi reaksiya olishi kuchliroq bo'ladi va kamida 2, 3, 4 bu 5-kun bu daily FVG'dan 5-kun reaksiya olishi. Bu safar maksimumga hujum qilishi aniq menimcha. Xo'p, maksimumni yechishi, maksimum narxi 154, 486. Bizani maksimum yechilishi kerak. Xo'p, biz entry qilishimiz uchun bitta boya zonaga tashab ketgan ekan. Xo'p, yana qo'shilishimizni sabab ko'ramiz. Xo'p, biz mana shu atrofda buy'ga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Mana shu zonadan buy'ga qo'shilsak bo'ladi. Xo'p, stop loss har doimgidek minimumga va take profitimiz mana shu zonagacha bo'ladi.
bu maksimumni tana bilan yechib qola olsa, 1 soatlikda yoki M15 da tana bilan yechib qola olsa, yana ham bay ketishiga kuchli sabab hosil qiladi va ko'proq buni bayga ushlasak bo'ladi. Yana ham kattaroq taymda qarasak, bay ushlashimizga sabab dailydan ko'ramiz. Yonda chap tarafda nima zonalar bor ekan? Xo'p, chap tarafda yana bitta yechilishi kerak bo'lgan maksimum tashab ketgan ekan. Buni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana shu ikkinchi take profitimizni mana shu zonagacha ushlasak bo'ladi. 1 soatlik taymda qarasak, bizning bayga qo'shilishimiz kerak bo'lgan zona 153 400 153 300 zonalardan bayga qo'shilsak bo'ladi. Hop, 100 lik kat parasini ko'rib chiqsak, bu birinchi bay zonadan reaksiya olgan ekan. Hop, bugungi holatini ko'rib chiqamiz. Buni o'daltirib tashlayman va dailydan boshlab yana analiz qilishni boshlaymiz. Juda ham yuqori impulsda pastga tushib kelyapti. Hop, V qilgan joy bor va bizda BPR qoldirib ketgan zonasi bor ekan. BPR dan bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Bungacha kelishiga hali daily katta time frame. Bungacha kelishigacha hop seliga ham ishlab olsak bo'ladi va daily time da hop 1 soatlik taymga o'taman. 1 soatlikdan zona qidirib ko'ramiz. 1 soatlikda konkret FVga tashab ketgan ekan. Bu FVdan biz yana ham bayga qo'shilsak bo'ladi. Impuls bilan kelsa, bu zonamiz atkas bo'ladi. Mana shu FVga bizga bayga qo'shilishimiz uchun yaxshi idealni tasdiq bo'lib turibdi. Xo'p, shu zonamizga tushib kelsa, trend yasab tushib kelsa, mana shu zonani ishlash ehtimoli yuqori. Shu zonaga kelsa, biz bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Mana shu holatga mana birinchi maksimumda trend yasagan va 1 soatlikda juda ham kuchli FVga, impulsli FVga tashab kelyapti. Mana shu FVni 50% gacha ushlasak bo'ladi. Bayni mana shu FVni 50% gacha ushlasak bo'ladi. Xo'p, dailyga qaytib o'taman. Bugungi ochilishi bozor bayga ochilgan va hozir pastga tushyapti. Xo'p, qo'shilishimizga yana bitta sabab bor. Bu FVga eng kuchli FVga va mana shu 1001 tochka 400 zonadan ham entry qilib ko'rsa bo'ladi bayga. Menimcha ko'proq mana bu BPR zonani kutgan yaxshiroq menimcha. Shu savdo analizlari bilan bugungi savdoni boshlab olsak bo'ladi. Bizning darsliklarimiz, mana shunaqa haftalik obzorlarimiz, ko'p qiziqarli ma'lumotlar, trading haqida qiziqarli ma'lumotlar bizning mana shu Alpha Trading YouTube kanalida joylab boriladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Kuninglar xayrli bo'lsin.